Giyohvandlik bugun 21-asrning eng xavfli global tahdidlaridan biridir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilarning soni 20% ga oshib, qariyb 292 million kishini tashkil etadi. Bugungi kunda butun dunyoda, shu jumladan Markaziy Osiyoda va bevosita yurtimizda giyohvandlik va narkojinoyatchilik dolzarb masala bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan ham yaqinda joriy yilning 3-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narkojinoyatchilikdan samarali himoya qilish chora-tadbirlari, kompleks chora-tadbirlari bo'yicha farmoni e'lon qilindi. Nima uchun shu farmon qabul qilindi? Nima uchun 2 yilning ichida, ya'ni 2024-yilni o'zida may oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24-28-yillarga mo'ljallangan strategiyasi qabul qilindi, aynan giyohvandlik va narkojinoyatchilikka qarshi kurash yo'nalishida. Mana bugunga kelib yana yangidan ikkinchi farmon qabul qilinyapti va bunda 2026-yil davomida barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va barcha mutasaddi vazirlik, tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan ishlar belgilab berilyapti. Aynan shu narkojinoyatchilikning va giyohvandlikning dolzarbligi, ayniqsa buni aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida buni keng yoyilayotganligi sababli ham uni barvaqt oldini olishimiz va unga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida ham shunday ketma-ket farmon qabul qilinyapti. Giyohvandlikka qarshi kurash faqat davlat idoralari emas, balki butun jamiyatning umumiy mas'uliyati. Asosiy maqsad qilib yoshlarni, aholimizni genofondini giyohvandlikdan asrash va bunga sabab bo'layotgan narkojinoyatchilikka qarshi kompleks qarshi kurash choralarini amalga oshirish asosiy maqsad qilib belgilangan. Bu yo'nalishda maktab va ta'lim muassasalari perimetrlarida, masalan, narkotik vositalarini bilan noqonuniy muomalasini amalga oshirilayotgan shaxslarga nisbatan javobgarlik choralarini kuchaytirish, shuningdek jinoiy guruhlarga va bunday jinoyatlarni amalga oshirayotganlarga rahnamolik qilayotgan shaxslarga nisbatan javobgarlikni kuchaytirish, shu bilan birgalikda narkolaboratoriyalar hamda kiber makonda amalga oshirilayotgan narkotik vositalar savdosi hamda ishlab chiqarishiga qarshi keskin kurash choralari belgilab berilgan. O'zbekiston bugungi kunda narkojinoyatchilikning yangi usullarini aniqlash, ularni oldini olish va eng muhimi yoshlarni asrash bo'yicha aniq strategiya bilan shunday qat'iy choralar va xalqaro hamkorlik natijasida mamlakatda giyohvandlikka qarshi kurash yangi bosqichga ko'tarilmoqda.